Assalomu alaykum. Maqsad nima to'xtatishda? Maqsad ichidan biyoz qo'ymaydi, hujjatlar kesishni maqsad to'xtatmaydi. Qoidabuzarlik yo'q. Charchab qolmayapsizmi? Hujjatlarim qolib ketgan bo'lsa nima qilamiz? Hujjatlarim qolib ketgan bo'lsa uyda. Hujjatlar qolib ketgan bo'lsa? Ha. Hujjatlar qolib ketgan bo'lsa, vaqtida jamaga qo'yamiz, asosnaga. Bir safar insongarchi yuzasidan hali ogohlantirish berilmaydimi? Nima deysiz? Insongarchi yuzasidan ogohlantirish berilmaydimi? Insongarchilik yuzasidan ogohlantirish? Yo'q. Chunki qonunlarimiz dindan, insongarchilikdan hamda senatlardan olinadi. O'shanga insongarchi yuzasidan ogohlantirish berasanmi, faqat maqsad jarima tuzishmi? Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash bo'lsa, yo'l harakat xavfsizligini ham ta'minlaylik. Qonun bo'yicha ishlaymiz. Yo'l harakat qoidasida 7-banda yozib qo'ygan. Haydovchi oldida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan taqdirda biometrik pasporti bo'lmasa ID karta yo'l harakat qoidasining 7-bandi. 7-bandni tushundim. 730 sonli qonun. O'zbekiston Respublikasi 730 bo'yicha gaplashsak bo'ladimi? Bitta xizmat guvohnomasi ko'rsatib yuboring. Xizmatchilik. Chunki hujjatlarim yo'q, hujjatlarim qolib ketgan. ID kartam bor. Charchamayapsizlarmi o'zlaring? Mehmon bo'libsizlar-da biz tomonga. Malades. Rahmat, Xudoga shukr. Nomingizga gap yo'q, 14-band. Hop, Saftor, yo'ldoshi Ahmadjon Shuhratjon o'g'li, 1-mintaqaviy hudud otryad. Hoppa. Saftor. Malades, rahmat. Mana. Guvohnomasi bekor qilish kerak-ku. Albatta. Biz Mag'londa xizmat guvohnomasiga xodimni ham ko'rganmiz. Xudoga shukr, rahmat. Maqsad harakat xavfsizligini ta'minlash-ku, to'g'rimi? Plan yo'q, jarima tuzishmas. Muddat o'tgan qarzdorlikni olganmi? Bilmay ham qolyapmiz. Yo'q. Endi haligi tartibliga o'tganmiz-ku, raqamlashtirishga, ballit sistemaga. Men 1 yil ichida qoida buzmadim. Menga nima bonus bormi, nimadir bormi? Bunisini bilmaysizlar. Kattalar bilan gaplashamiz, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi, rahmat katta. Muomalangizga gap yo'q. Rahmat katta. Tinch bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p.